Üçüncü kısım sadıqlıq. Özünü to'liq atash. Abdori Erkin Sıdıq. Bu sifat inglizcha commitment deb atildigan bo'lib, uning ma'nosi boshlagan ishiga o'zini to'liq atash, boshlagan ishiga boshdan oxir to'liq kirishish, ko'zlagan nishonini bo'ylab boshdan oxir sodiqlik bilan qattiq tirishish deganga yaqin ma'noda keladi. Uyg'urcha inglizcha yulg'unligida bu so'zga eng yaqin keladigan so'z sodiqlik bo'lg'achqa, men bu yerda shu so'zni ishlatdim. Attix şirketining prezidenti va lideri Stephen Greg mundaq deydi. Kishilar o'zini bir ishga to'liq atamagan liderlarga ergashmaydi. Sodiqlik tövəndəki bir qator ishlarda ifodalanadi. Har kuni qancha soat ishlaydiganligingiz, o'zingizning iqtidorlarini yaxshilash uchun qanday tirishchanliklarni ko'rsatadiganligingiz va o'z manfaatingizni qurbon qilish badaliga o'z xizmatdoshlaringizga nima ishlarni qilib beradiganligingiz. Dunyoda hozirgacha o'zini boshlagan ishiga to'liq atamagan biror ulug' doi ko'rilib baqqan emas. Amerika havo armiyasining boshlig'i bu vaqtda mundaq deydi. Sodiqlik bizga yangi kuch-qudrat ato qiladi. Kesal, namratlik yoki balay ofatlarning qaysisi beshimizga kelishidan qat'iy nazar, ya'ni bizda sodiqlikli bo'ladi ekan, biz ko'zimizni o'z nishonimizdan birdammi ayirmaymiz. Sodiqlik degan nima? Har bir odam uchun uning o'xshamagan ma'nosi bor. Bir chelishchi uchun yiqititilgan qitim sonidan o'rnidan tura olgan qitim soni bir son ko'proq bo'lish. Bir marafonga yugurguchi uchun hech qanday kuchi qolmagandimi yana 10 kilometr orliqqa yugurish. Bir askar uchun u tarafda o'zini qanday ahvol saqlab turayotganligini bilmay turibmi bir do'ngning qarshi tarafiga o'tish. Bir lider uchun yuqorqilarning hammasini emas, uningdimi ko'proq ishlar. Chunki u yetaklayotgan odamlarning hammasi uningga tayinadi. Agar siz bir unumlik lider bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz cho'qim qilayotgan ishingizga sodiq bo'lishingiz kerak. Haqiqiy sodiqlik boshqalarni ilhomlantiradi va boshqalarni o'ziga jalb qiladi. Siz faqat o'zingiz shug'ullanayotgan ishga ishongandila, boshqalar sizga ishonadi. Qoyil qilish qonuniyatining deyishicha, kishilar oldi bilan liderlarga qoyil bo'lib, ondan u lider shug'ullanayotgan ishga qoyil bo'ladi. Sodiqlikning haqiqiy mohiyati nima? Tövəndəki 3 narsaga qarab beqing. Birinchi, sodiqlik sizning yuragingizdan boshlanadi. Ba'zi kishilar bir ishga o'zini to'liq atashdan burun hamma ishning mukammal bo'lishini istaydi. Ammo sodiqlik natijaning oldida keladi. Dunyoga dangliq basketbolchi Michael Jordan mundaq deydi. Yaxshi odamlar bilan ulug' odamlarni ayirib turadigan narsa ularning yuragidan iborat. Agar siz boshqalarning hayotida belgilik o'zgarish paydo qila oladigan bir lider bo'lishni istasangiz, o'zingizni to'liq atamaganligingizni bilish uchun o'zingizning yuragini tekshirib beqing. Ikkinchi, sodiqlik amaliy harakat orqali sinaladi. Sodiqlik to'g'risida so'zlash bir ish, u to'g'risida amaliy ish qilish yana bir ish. Sodiqlikning haqiqiy o'lchami amaliyotdan iborat. Yozg'ichi Gordon mundaq deydi. So'zdan oson ish yo'q. Qilgan so'zini kunlik ish harakati orqali amalga oshirishdan tas ish yo'q. Uchinchi, sodiqlik muvaffaqiyatning eshigini ochadi. Bir lider bo'lish sifatingiz bilan siz nurg'un to'sqinlik va qarshiliklarga duch keldingiz va kelasiz. Ba'zida sizni olg'a qarab ilgarilatadigan birdan-bir narsa sizning sodiqligingizli bo'lib qoladi. Yazg'uchi va nutqchi David Makkalining deyishicha, sodiqlik qarshilikning dushmani. Chunki u sizning qancha qitim yiqititilganligingizdan qat'iy nazar, sizning o'rningizdan qaytadan turib, to'xtamay olg'a ilgarilishingizning haqiqiy va'dasi. Sodiqlik masalasida kishilarni mundaq 4 turga ayirishga bo'ladi. Birinchi, nishoni yo'q bo'lib, o'zini bir ishga atamagan kishilar.
ikkinchi o'z g'oyasining amalga oshadigan oshmaydiganligini bilmay, shuning bilan o'z g'oyasiga o'zini beg'ishlashdan qo'rqadigan kishilar. Uchinchi, bir g'oyasi uchun o'zini beg'ishlab ish boshlab, ishlar qiyinlashganda g'oyasidan voz kechadigan kishilar. To'rtinchi, o'z uchun g'oya tiklab, u g'oyalarga o'zini to'liq atab, tegishlik badal to'lash orqali ularni amalga oshiradigan kishilar. Siz qaysi xildagi kishilarga tava? Siz o'z g'oyalaringizni amalga oshirib bo'ldingizmi? Siz men cho'qim qila olayman degan ishlarning hammasini qila olayotamsiz? Kishilar sizga ishinib, sizga osonla ergashamdi. Agar sizning bu savollarning birarsiga beradigan javobingiz yo'q bo'ladi ekan, masala sizning o'zingizni qilayotgan ishingizga qaysi darajada atganligingizda bo'lishi mumkin.